Xudo xolasa Toshkentda O'zbekiston bog'ini yaqinroq joyda podvalda joylashgan. Chopli polga tayyor tashaldi. Мясорубка. Rules. Aristoncha kichkina 30 litrlik. Mana shu chilaga qo'yildi. 40 litr kanalizatsiya chiqib ketyapti mana. Mana bu hammomimiz. Hammomimizga mana chiroyli решение qilib privatnom simisterni o'rnatdik. Mana bu yoqda rakvinacha ajoyib. Oyoqlarni tayyorlab surib, chiroyli qilib devorga yaqinlashtirib, u oralarini germetikalab. Mana bu unitazimiz, Coco unitaz. Решение qilib yoniga mana tahorat kelib pistoletni uстановка qilib qo'ydik. Mana bu ishlash holati. Knopkasini shunday bosilsa, chopki ishlayapti. Kichkinagina ostonani tagiga qo'yilgan. Mana. Zo'r. Ikkita unitaz o'rnatdik. Bu ham Coco. Buni решениesiga mana bunaqangi ikkitalik отсекающий kran qo'yib turib, bittasi unitazga, bittasi tahorat pistoletiga uстановка qilindi. Zo'r. Mana bu ham ishlayotibdi. Knopkasini shunday bossa. Zo'r. Kichkinasi. Bunisi katta. Zo'r. Hop. Mana bu ikkinchisi bekiki rakina qo'yiladi. Mana bunga ham отсекающий kran двойнойdan qo'yib turib, tahoratga pistolet o'rnatildi. Unitazlar. Unitazimiz Coco. Tushushlari. Zo'r. Xudo xolasa mana bu joylarimiz tayyor. Xudo xolasa devoriga mana bu mahsulotimiz o'rnatilgandan keyin unaqangi mebelni krandan qo'yamiz. Mana shunaqa xizmatlar kimga kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Hurmat bilan Santexnik Dilshodjon. Hamma ishiga omad.